arzonni degan ideyani olib turib, mana videom deb sirasi olib chiqmayman. Bugungi mavzuimiz kafolat haqida bo'ladi. Bu mavzuni bekorga men sizlarga video qilmayapman. Ish bor joyda har doim kamchilik bo'lgan. Sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Tushunishingiz uchun aytib o'tishim mumkin. Men sizlarga taqdim etib o'tayotgan mavzular yokida qanaqadir yengilliklarim yokida sizlarga qo'yib berayotgan mahsulotlarimni oldin o'zimni mashinamda test qilib o'tkazaman. Bu test qancha davom etadi? Kamida 6 oy, 7 oy davom etadi. Shundan keyingina sizlarga taqdim etaman. Gapimni isboti uchun Gentra bilan qilgan hamma testlarimni profilga o'tib ko'rishingiz mumkin. Masalan, Trekkirik avtomobilining yaqinda orqa chulok vtulkasini, sanli blogini birinchilardan bo'lib Mercedes-Benz mexanizmli sanli blokka o'tkazdik. Ana endi bilishingiz mumkin, Trekkirikki video sizlarga taqdim qilinishidan oldin 6-7 oy mobaynida testdan o'tgan. Bunaqa ideyalarni biz qayerdan olamiz? Akalar, biz o'zimizning jamoamiz bor, ya'ni Avtobox, Avtomaster, Avtomaster.uz shular bilan birlashib turib, maslahat qilib ideya qilamiz. O'sha narsalarni spitaniya qilish uchun yaqin insonlarimiz mashinalardan yokida kerak bo'lsa, o'sha mashinani o'zini ham sotib olib, sizlar uchun yuzimiz yorug' bo'lishi uchun test drive'larni обязательно qilamiz. Shu sababdan ham birinchilardan bo'lib deb bemalol ayta olaman. Men ayrimlarga o'xshab, anundan mahsulotni olib, bundan ideyani olib, aniqdan eng arzonni degan ideyani olib turib, mana videom deb sirasi olib chiqmayman. Oldin bilganingizda 6 oy mobaynida kamida o'zimni testimdan o'tkazib, keyin sizlarga taqdim etaman. Qisqa qilib aytganda, men jamoamga ishonaman.